Assalomu alaykum Chorva Toshkent kanali a'zolari, chorvador aka-ukalarimiz. Bugungi sanamiz 29-sentyabr hafta kuniga Dushanba, Toshkent tumani Uchqahramon Hasanboydan shunda kirgandan keyin Sanatoriy ko'cha degan joyda o'zimiz mahalladan hurmatli obunachilar, sizlarga bugun yengillik qilib Greenford paroda buqalarni ham chiqarib berish uchun harakat qilyapmiz. Hurmatli obunachilar, bugungi 3 ta partiya videoyimiz bor. Abetda abetdan keyingi yaxshi sizlarga sifatli video qilib berishga harakat qilamiz. Bugungi birinchi videoyimiz 3 bosh Greenford paroda. Shu opkamiz olib kelib shu yerda. Endi ozmi ko'pmi boqib badallarni ancha yaxshi qilib qo'yibdilar. Endi sotuvga qo'yaman dedilar. Narxini bozordan ham yengil qilib beraman deb aytibdilar. Hozir narxlarni ham bilamiz. Mollarning kачестволari zo'r ekan. Oka, charchamayapsizmi? Tuzumsiz. Narxlari zo'r. Bozordan ham yengil qo'yamiz deb aytdilar. Maqta bordim. Xudo xolisa shunaqa qilib beramiz. Xo'p, bularni ma'lumotini bitta aytib o'tib keting. Qayerdan kelgan? Qachon kelgan? Bularni tegi Rossiya, kirganiga 1 oydan oshgan. Aha. Kirganda oqsil hammasidan o'tib bo'lib, privyukalarni qilib bo'lingan. Hurmatli obunachilar, mana birkalari. Birkalari Rossiya. Uruv turibdi mana. Bu o'zlari bu yerda urilmagan o'zi. Birkalari bilan kelgan ekan-a? Mana, hurmatli obunachilar. Mayli, o'tirsin. Ozgina nima qotdi, bezovda bo'tdi. Hop, bo'ylari pashti bir xil ekan hammasini. Pashti bir xil. 1 metr kelishgan. Aha, endi qarang, bular hozir sizda arqonda turibdi, to'g'rimi? Ha. Lekin bitta qo'ra qilib qamab olsa, bir-birlan suzishi bunaqalar qilmaydi. Mabodo zagonda boqadigan. Zagonda boqilgan mollar yaqinda Boylandi. Tushunarli. Yonma-yon turibdi, bir-birini suzishi. O'sha arqonga ham tushib qolgan ekan bular. Arqonga tayyor. Mana oyoqlariga ahamiyat beringlar. Oyoqlarda ishgan unaqa narsalar yo'q ekan. Oyoqlari butun. Oyoqlari ham but-butun ekan. Keyin hozir mana burunlarga ahamiyat beringlar. Qup-quruq unaqa bunnoqa so'la yoqib turgan narsalar emas. Mana hozir bu yerda xonadonni sigirlar ham boqib turishadi. Agar bu yerda oqsillar bo'lganda, bular menimcha bir kun ham ushlashmasa kerak bu yerda. Agar bu oqsil bo'lsa tez yo'qoladi. Ha, bu tushunarli. Hozir ham sigirlari bo'g'oz. Bu yerda umuman biz oqsil molni ushamaymiz deyaptilar. Endi maqsad pulni aylantirishda, endi sotishdan, to'g'rimi? Xo'p, endi bularni bitta bo'yini shunday yelkasini o'lchab ketaylik, taxminan okalarimiz metrini bilishligi uchun. Xo'p, mana yerda turibdi metrimiz. Xo'p, 1.13. To'g'rimi? Shunaqa 1.9 chiqyapti. 1.10, 1.13, 1.9. Xullas 1.5 plyusda. Abi bu ham shunaqa ekan. Bu 107 ekan. Necha? 107 ekan. Yo, 1.10 mana. Mana yoqdan ko'rsangizmi? Ha, 1.9 ekan. Shu xullas akalar 1.5 dan 1.10 gacha mo'ljallanib ko'rasizlar. Mana bunisi. Bunisi mana shu turgan joyda ham o'lchab olamiz bunisini. Lekin yo'g'onliklari zo'r ekan. Qo'rqayotgan bo'lsa-chi shart emas. Mana shu turgan joyda shu yerda qoldi. Bo'ldi, bu ham shunaqa ekan mana. Bu sal balandroq ekan, adashmasam. Bo'ldi, 1.3 ekan. Yo, 1.13 ekan bu. Hop, eng balandrog'i shu. Yur jonivor. Oyog'ingni ehtiyot qil. Hop, hurmatli obunachilar, Greenford paroda olib, o'zim boqib, yetiltirib, shu pilmenoy variantidan qilib semirtiraman degan okalarimiz bo'lsa, bular endi hozir sorti qanaqa? O'shanda janu 2-3 sorti emas, a? Badallari yaxshi ekan-ku. O'zi mana o'z qasiyada yurganda badani. Ya'ni 2 oy yem bilan boqsa hali yem yemagan bular. Hali tishamiz degan buzoq. Ha, hali buzoq ha bular. Ha, 2 oy yemda tursa, bo'ldi o'zi tayyor bular. Ha, bular hozir shoxini o'sgan sabab ularning kichkina buzorligidan o'zi shox chiqib qoladi, bir xilana. Shox kuydirilmagan. Ha, kuydirilmagan. Eski variant kuydirilmagan keladi. Hop, hozirgi kunda nima yeyapti bular? Faqat beda press. Beda pressi? Faqat beda press. Yemga o'tmagan hali. Yo'q, hali yem yemagan. Ana, hali yemga o'tmagan. Agar yem bilan boqishni boshlasa, bo'ldi, qo'yib yuboradi bu mo'lovda. Bular ovqat tanlamaydi o'zi. Yo'q, tekkisi. Xo'p, endi hurmatli obunachilar, sizlarni uzoq vaqtinglarni olmasdan bularni narxiga kelamiz. Lekin mollarni qaranglar. O'sha hozir kichkinasini olib, bunaqa badaniga olib keltirguncha o'zi 2-3 oy vaqt o'tib ketadi. Bular o'sha shirabadan ekan. Shunaqa deylarchi ekanlar. Buqiga unaqa chumor urmayman-u, lekin mana yelkalari ham chiqib qopti-da buni. Hop, narxlari
Nech puldan qo'yamiz? O'rtadagisi 20 million. O'rta Kami bor. o'rtadagisi 20 million kami bor. Kiyochetda 21 dan kami bor. Bular 21 dan, gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachilar, biz hozir videoni chiqarishdan oldin men kecha gaplashgan edim. Biz o'zi asosan sigir g'unajilni chiqarib boryapmiz. Buqani ham qo'yishga qo'yaveramiz, lekin narxini xalq oladigan yengilroq qilib bersangiz, o'shanda chiqarib beraman degan edim. Kevuringlar, mana bozordan ham yengil qilib qo'yamiz. Lekin narxlari zo'r dedilar, haqiqatan ham. Hurmatli obunachilar, hozir bular maqtashdan emas. Hozir mana mashinalarni kichkina paltarashkalasi nimasi deydi? Patsosi deydimi kichkinasini? Kichkinasi patsos-da, to'g'rimi? Patsoslari ham mashinalarni 18 million, 19 milliondan kam yetishmaydi, qo'rani ichida. Bu hozir buni yarmidan keladigan rekord bizani 15 millionga berishgan. ha, Buni ham yarmidan yarmidan keladi. 1 oylikmi, 1,5 oylik bizga. ha. Tushunarli. Mana Aylari bizlarni ham 17-18 ga berishmayapti. ha. Bular endi Mesnidan o'zgarishi zo'r, to'g'rimi? Bulardan Messidan birga bir zo'r. Mana. Hurmatli obunachilar, 21 dan-da, to'g'rimi ikkalasi? Kami bor-a? Ikkita kattasi 21, hammasi 20. Hammasi kami bor. Mana qaranglar. Orqasiga shu sonlari ham to'lishib qo'ygan-da. Buni 1 oy 2 oy boqib oldim, badanini ko'chirib olaman, sal et oldirib olaman demaysizlar. Sразу yem boshlab olsanglar ham bo'ladi. Yemlik o'rgatib olishadi, bo'lib ketadi. Ha. Bedi press bor. Ha, tepada bedi press bor, qo'yib qo'yamiz. Mana. O'zimiz bedi, o'zimiz beramiz. Ha. Hop. Tomon bermaganmiz biz, faqat bedi. Beda. Hop, quruq bedani o'zida ham mana shunaqa badanni shunaqa ushlab turish mumkin ekan-da. Ha, yaxshi edi-da. Mana jonivorlar. 21 milliondan kami bor, hurmatli obunachilar. Telefon nomerlarini aytib o'tib ketaylik. 99lik 99 kodi bilan 806 806 49 35. 49 35 telefonda. Mana shu nomerda Telegram bor-a? Telegram bor. Xohlasanglar, hop kelgan Telegramdan yozsanglar, sizlarga qaysi biri ma'qul kelayotgan bo'lsa, videoga olib, lokatsiyalarni tashlab o'tib ketishadi. Iloji bo'lsa uchalasini bir joydan olsanglar bo'ladi. Bu molni ishonchlimi degan joyga agar meni taniydigan akalarimiz bo'lsa, bemalol o'zimga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu mahallamda turgan narsalar. Hozir o'tdan betdan chiqarilayotgani yo'q. Bugungi chiqaradigan videolarning hammasi mahalladan. Yaxshi narsalar chiqaramiz. 21 milliondan. Menimcha yomon emas, yana ko'ringlar mana. Hop, videoni shu yerda yakunlaymiz. Hamma ma'lumotlarni aytdik, to'g'rimi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.